Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar, obunachilar, YouTube ishqibozlari. Nexia 2 legenda deganlarga mana dehqon ukamizning o'zida Nexia 2 kelib qoldi aka-ukalar. 2009-yil 676 ming yurgan ekan Nexia 2miz. Hozir birma-bir tanishtiramiz aka-ukalar, narx-navo, mashinani sostenasi qanaqa, hammasini so'rab bilamiz hozir. 2009 yili. 2009 aka yili. 2009 Shumga qilingan polni. polni shumga qilingan. Ha. O'zim minishga tayyorlanib, o'zim minishga qilganman mashinani. Shumga polni bagajigacha qilinib, mana chiroyli qilib qo'yilgan metan gazlari bor. Metan gazi bor ekan. 100 talik ha? Ha, 100 talik. 100 talik metan gazi bor ekan. Zapaskalari bor. Zapaskasi ham bor. Yana 4 ta qattiq balon bor. Uni xolasa qo'shib ham beraveraman. Holati yaxshi. 4 ta jupiga balon bor, u bonusiga qo'shib berib qo'yarsan, ha? Beraman. Bundan tashqari shu registrator hech narsasi oyga tegilmaydi. Android original o'sha monitordan qo'yib qo'yilgan anaqa qatmaydiganidan. YouTube'lariga nimaga qo'ysa, o'sha baslari ham yaxshi qaralgan. Registratori bor. Kolonkalari ham yaxshi. Bor, ha. Chiqimlar qilib qo'yilibdi. Bu motor qanaqa dedik buni? Motori Sons gibrid deyiladi, 1.5 ha. Umuman rasxod yo'q. Kam rasxodidan. Kam rasxodidan. Antifriz, moy вообще rasxod qilmaydi. Zo'r. Balonlar ham o'rtacha holatda ekan. Aka-ukalar. Mashina yaxshi. Kraskalari qanaqa buni? Kraskasi to'g'risi menimcha 60-70% bo'lishi kerak. Endi unaqa 60-70%. Suyak menimcha butun. Endi yana bir tekshirib oladi. Mingani o'zlaring uchun yana bir qator tekshirib olsalaring bo'laveradi aka-ukalar. Ha, shuni tekshirsa bo'ladi bemalol. Narxini nech pul deymiz? 3000 naqdga deyapmiz, sunnatiga uncha-muncha o'tib beramiz-da aka. 3000 dan tushib berasiz-da. Sizni obunachilaringiz uchun tushib beramiz aka. Aka-ukalar eshitdilaring ha? Aloqaga chiqaverasiz, dehqonni o'zida turibdi. Dokumentda muammo yo'q-a? Yo'q, xolasa o'sha generalni xolasa nomiga o'tkazib beriladi. Qarzdorlik unaqa bunaqa. Yo'q, qarzdorlik ham umuman hech narsasi yo'q. Zo'r aka. Shtraflari bor edi, 1-2 ta to'lab qo'yilgan hammasi. Mashina minishga tayyor ekan aka-ukalar. Mashinamiz Farg'ona viloyati Rishton tumani Birlik mahallasida turibdi. Aloqaga chiqaverasizlar, nomerlarni qo'yib qo'yaman. 3000 dan tushib berishar ekan aka-ukalar, aloqaga chiqaverasizlar. Nexia 1 olaman degan aka-ukalarga podlist qilib qo'yasizlar.